Ko'zingizni ochdingizmi? Qirolim! Ota! Yaxshimisiz? Malika! Hazrat olalari. Sen kimsan? Mani o'ldirish uchun keldingmi? Seni kim yubordi? Negaligini bilmayman. Ammo uyg'onganlardan keyin otam meni umuman unutib qo'ydilar. Yana qotilim deb o'yladilar. Felix va Lilini sharofati bilan o'limdan qutulib qoldim. Agar yashaging kelsa, Zumrad saroydan chiqmasliging kerak. Shunaq qilibman. O'z saroyimga qamalib qoldim. Felix menga otamning boshi qattiq og'riyotganini aytdi. O'sha buloqda nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga otam xotirasini yo'qotdi? Umuman nima bo'layotganini tushunmayapman. Atanasiya de Eljayo Abelia. Lukas Tente, qayoqqa g'oyib bo'lding? Iltimos, Lukasni topib ber.